Aziz dehqonlar, ana nasib bo'lsa urug'ligimiz yaxshi. Xudo xolasa inshaalloh mana tog' yon bag'rida ekkanmiz. Salqin joy, shabada, shamol. Qani olmaydiganlarni, dori olmaydiganlarni mana qo'l mehnati bilan nasib bo'lsa ko'chiryapmiz urib. Xudo xolasa mana shularni ham iminda mana shularga ishlov berilyapti hozir. Mana shunday olib tashlasak, beg'ana dori oladigani bor, nasib bo'lsa ishlovni beramiz. Mana ochiq joy, salqin shamol, urug'likka yaxshi deydi. Mana nasib bo'lsa, mana aziz dehqonlar, urug'lik piyozni ichidagi o'tlarni olishni boshladik. Bularni dori oladigani bor, olmaydigani bor. Olmaydigani qo'l mehnati bilan olib tashlaymiz. Dori oladiganlarini esa doriga ishlov beramiz nasib bo'lsa. Mana qo'l mehnatiga qo'l mehnati bilan olayapmiz urug'lik piyozlarni ichini. Assalomu alaykum dehqon akalar. Mana nasib bo'lsa sepma piyozlarimizni o'tashni boshlatdik. Nasib bo'lsa buni ham xuddi shunday. Dori oladigani bor, olmaydigani bor. Shunga qarab o'tashni boshladi akalar. Mana hozir bunga amofos berilgandi. Mana undan oldin o'tga dori sepildi, mana bug'doylarni olibdi mana. Olibdi. Yana bir o'toqdan chiqaramiz nasib bo'lsa, shu bugun chiqarsak, ertadan yana o'tga qarshi ishlaymiz. Mana shu o'tga qarshi ishlagan kunimiz. Mana bu piyozlar sepilgan piyozlar, sepma piyoz. Buni siyrayligi qaramaymiz, chunki katta bo'lib ketadi. Bo'lmasa hozir bu o'tni chiqargandan keyin yana o'tga qarshi ishlab qo'yamiz.